Shu, o'zi shu. Men bunaqa arzon qo'yaman deb o'ylamagandim. To'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchilar tomonidan Decor MDF razmeri 60 ga 60 bo'ladi. Narxi bor yo'g'i 60 ming so'm chiqyapti shunisini. Xo'p, qalinlik keladigan bo'lsak, orqasi 0.3 mm, bunisi bo'lsa 0.5 mm, 0.55 mm, 505 mm chiqadi xolos. O'zi shu, ko'rishingiz mumkin mana, ko'ryapsiz. Orqalari ham MDF bo'lib bo'yapti mana. Polni. Bunisi bo'lsa, qaranglar, 52 ga 60 cm bo'ladi. Bor yo'g'i 70 ming so'm chiqadi. To'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish tomonidan olsangiz agar. Qarang, buni o'zingiz jitkiga o'zi yopishtirib turib, orqasiga surib turib, bemalol yopishtirsangiz bo'ladi. Narxlari 60 ming so'mga 70 ming so'm chiqyapti. Sizga shunaqa mahsulot kerak bo'lsa, egalarning nomini yozib qoldiraman. Aloqaga chiqing. Prosta 400-500 mingga mashincha joyingiz, prosta yorib dizaynni. Qarang, qanaqa cho'tga chiqqan. Shaxsan o'zim yoqdi. Prosta ma'murlarni tushib qopti nimaga? Boshqa narsa yopishtirish uchun. Mana shilib olishgan, ko'ryapsiz. Atay bo'lmasa fonda vashcha zo'r turdi. Manzil Toshkent Panelli Gumbaz bozor, S10 do'kon va albatta egalarning nomini yozib qo'ying, aloqaga chiqinglar.